Patakka olib kelib o'lting. Voy, o'tiribdi baliq. Ana turchi. O'rada. Qat'iy o'ralash. Shu? Patakka olib kel. Assalamualaikum Abdullah Jon. Patak kopar bering oğlum. Alhamdulillah patak kopar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun yana biz baliq oviga ketyapmiz. Mana hamma narsani ortga olib, nimalarni qilganmiz. Xudo xolasa bugun adamni ham olganmiz. Yuringada deb olib ketyapmiz. Hozir ovqatlanib oldik. Bugun juma, hammalarni juma yo'mi bilan tabriklaymiz. Suya düşüp çıktı. Devam mesela. Çok tamam oğlum. Ko'rganmisan Muhammad tuyani? Botqoq suvga tushibdi. Botqoqdan chiqib ketdi. Bir o'rkashli tuyalar. O'qmasini chiroyli. Bir tufursa. Assalomualaikum. Muhammad qo'rqqaningizdan salom berib yubordingizmi? O'zi ham boshini oynaga olib keldi-da. Ashdan kirib keldik. Joylash oldik. Bize kelib joylashib oldik. Palatkani qo'yib, mashinani joylashtirib. Assalomualaikum rahmatullohi va barakatuh. 6 ta karpavik tashadik. Adamlarni ham olib kelganmiz. Assalomu alaykum. Chimizorga keldik, Chimizor. Chimin talayapti lekin. Chuchuk suvga kelganmiz. 6 ta karpavik tashadik. Tabii choyimiz qaynayapti. Nega quruq choyimiz yo'q? Lekin quruq choyimiz yo'q, omonmiz.
O't yaxshi deb qarayman, o't unaqa ilinmagan. Doni ham Bolajon Muhammad. Bu ana toshga kichkinada chup etib kirib ketadi. Shunga sachramadi ham. Agar ana hozir ham prujinaligi bor-ku. Prujinalikda sachraydi. Dedeki diska klasın. Yo'q, ana kurchogi eskiribdi-da. O'sha yengilaymiz. Anu nasıl sen? Anu nasıl? Nam. Jelas mas. Jelas. Bu qanaqa bo'ylangani? Qanaqa bitta tayyor montaj bormi? Manki tayyor montaj. Mana ustuna qarang, montaj yo'q ekan. Rыбалка tutamizmi? Rыбалka.
Yo'liganni qara. Qanoti bo'shab qopti-da, aka. Bo'shaydi qolgan. Orqadan qochib turing Muhammad. Xo'p, mana Muhammad hozir o'zini qarmog'iga mamaliga qo'yapti. Qani ko'ramiz natija qanaqa bo'lar ekan Muhammad qarmog'iga. Oldin safar zakidushkada zo'r baliq ushab qo'ydi. Qattiq press qilish kerak. Kurchoga nima qo'yasiz? Bering, men to'g'rilab turaman. Olib keling, kurchoga qo'yadigan narsangiz. Nima qilib qo'ysam? Bering, bo'la qoling. Olib keling, ochib beraman. Keling. Shundan qo'yasizmi? Yo, bitta qo'ying. O'zim bilaman. O, chotki bo'ldi. O'zingiz otib berasizmi yoki o'zimmi? O'zim otib beraman, o'g'lim. O'zim ham otgim keladi. Uzoqga bormaydi, yoz keyin men o'tlik ilinib qolsa boshqa yerdan olib yana tashlashga to'g'ri keladi, o'g'lim. Elion Muhammad tuchiga. Time. Bu yerda zavtrak harakati. Kolbasa tuxum qovuryapmiz. Ha. Tura olasizmi? Nimani ushlab turing? Qalmoq ushlab. Bering. Faqat pastga kuchaytirib yubordik. Bo'l. Tikka ushlab turingmi? Ha, patsakka olib kelib o'lting. Voy, o'tiribdi baliq. Turibdimi? Ha. Uryapti. Oldiga o'tirib olay. Yo, bo'pti. Leskani ko'ryapsizlar tepelada. Ha, egib tashladi. Kechagi baliqdan bo'lsa-da, Abdulaziz kecha qochib o'rganmiz. Men ko'rmadim-ku. Kecha boruvchi mamta tortdi. Nima qilib bo'shataymi? Yartirordi. Keyin ko'rsa leskan buzib ketib qoldi. Montajni leskasi. Bilmayman. Ko'rdilaringmi? Yo'q.
Voy, biri qorayib ketdi. Qayerdan bo'ladi? Qochmang. Qaqqa video olsiz. YouTube'ga. Ha, YouTube'ga. Давай. Shot. Mast topaylik. Uy! Qochmang. Bor ekan baliq. Nechi kilo? Ha, bir 2 kilo chiqmasa kerak, 1,5 kilo 800. Qo'yga tutganimizdan ham kattaroq berib. Azmaqa yaxshi qarama qiladi. Nima deb o'tirishmiz o'zi 2 kiloni sutyapmiz. Beriyadi. Oling, patsak. Nima bu qarasmi? Shu olam. Qarasi. O'tmas ekan. Narsamiz baliq. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Mana kulchuk. O'ralash. Qatiy o'rlash uchun. Mana buni ichish kerak, birinchi o'chirdi. 2 kilo bo'lsa kerak. 1170. Ana narsani olib kelaymi? Yo'li ushatib borasizmi? To'xtab tur. Patsa kopga. Zo'r bo'lardi, aka. Bo'ldi, kerak emas ekan patsak o'g'il. Borguncha baliq boyisidan so'rab keling, ketadi. Yerdan olib turadi yoki. Opga. Ya kerak emas. Yuraq olsanmi? Zapiska totdi. Ha, zapiska totdi. Qochin xudo xolasa mana. Obed botdi. Xudo xolasa Okalar. qochin. Qarash vorishvat chiqarishga yo'li o'tdi. Bizdan o'tganimiz xafaroq edi. Kakras suvda bo'lib qolishdi bular. Baliq. O'tga olib kirib ketib qolibdi-da. Ibrohim. To'g'ri ularni olibdi. Mana Muhammad. Suvga tashab qo'y. Mayda baliqlarni qirib tashladinglar. Mana mayda baliqlar. Ya xo'p, shuni qirib tashladinglar-ku, deyman. Mana ko'payib yotibdi. Baliqmi? Hadi, qani? Qiladi. Chiqaz ol. Ibrohim. Zo'radan ola. Oldingmi? O'tganmi? O'raganda yoki. Pastga qo'ygan. Kecha bit turganda uzib tashadi-yu. Bilan kuzida. Mantak uzib tashadi. Indira. O'ring aka. Boshingizdan o'tkazib oldingizmi? O'ring. Suv olaman. Hop. Benzin. 1 kilo. Besh oyga biza borganimizda balig'imiz ship-shipdan tutdi. Qochib olaman.
Bor tashlab kela qoldiku. Baliq olib. Xudo xohlasa mana. Opa, Saduq olib keling. keldi bizga ham. Men chiqazing. Chiqazing. Nima ekan hozir? Amaki, siz ham videoga oling. Az to'xtab tur. Olib tur. Abdullajon. Assalomu alaykum, Abdullajon. To'xtalib bitan kan. Katta baliq. Shu. Patsak qo'yib bering o'g'lim. Mashallah. Pochchimiz. Alhamdulillah pochon qoldik. Mana bu bitta turibdi. Boring Saduq olib keling o'g'lim. Saduq. O'sha. Xo'p, akalar, birinchi balig'imiz rivitga chiqibdi. Rivit bo'yla. Ipini o'zi qolgan ekan. Shundan ko'rib bilib oldim. Mana holatda bo'ladi akalar. Buni amaliga qistirib qo'yilsa, otganda o'ralib ketmaydi. Uryapti anini aka. Mana shu ikkita kichkina shoshganini qaranglar mana. Baliqlarni qaranglar. Maydalarni ushab, maydalarni ushab ilon baliqqa tashlashyapti. Kretnitsada tashlashyapti. Chiroyli. Qotib turibdi. Boshini qo'yasizmi? Mana bitta tavrik. Okalar, zo'r urdi hozir bitta. Qarmoni uchun egib tashadi. Sixot bo'ldi, chiqib ketib qoldi. O'tni orasiga olib kirib, tortib otdim. Og'zi yirtilib chiqib ketib qoldi, Alloh alam. Ikkinchisi chiqdi. Endi kutamiz, yana davom etamiz. Neshinchi qarmoq edi? O'ng tarafdan uchinchisi. Boya chap tarafdan uchinchisi edi. Endi o'ng tarafdan uchinchisi. Havo ajoyib issiq, lekin bulut bor. Ozgina nomiga shamol bo'lib turibdi. Mana mavondaga tayyorlayapmiz. Baliqlarni ovqati.
tepada o'chayotganini qasrini bosing. Tepani bitta bosib o'chir. Mana qanuli. Mana shunda kesilgan. Mana bu oldimizda odamni o'tibdi. Mana suv. Hozir bittasiga bo'g'la tushib qoluvdi. Na yo'q, sadokda balig'imiz bor. Sadokda balig'imiz bor. Na yo'q, sadokda oz bor ko'rsatib kelaman. Siz uni ko'rsangiz, shu to'r qo'yayotganini ko'rsangiz. Ana, sadok. Mumkinmi qo'yish? To'r qo'yish mumkinmi? Hujjat bo'ladimi sizlarda? Ha? Hujjatingiz bor? Ha? Qo'yilma, xalqman. Xalqman. Ismingiz nima? Ismingiz nima? Familiyangiz nima? Gap 1 kilometrda emas, mumkinmi, mumkin emasmi? Brakonyerlikmi? Qani hujjatingiz ko'rsating. Xat mumkin. Bizdagi xat mumkin. Xat mumkin bizga. Bilmadim, qat mumkin. So'rayapsiz. Yodagi vayninglar biladimi? Ishinglarni? Ha, bilaman. Ismingiz nima? Nomeringizni ko'rsating, lotkani nomerini. Atiga sizlarga yo'q. Aka, undan emas, baliq qirilib ketyapti-ku. Ne qilib ketadi? Ay, to'r qo'yganingizdan keyin nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Mumkinmi qo'yish? Mumkin. Qani, qayerda yozgan mumkin? To'r qo'yish mumkin. To'q bilan Dukurdan so'raylik. kimdan so'raysiz? Brigada bor bu yerda. Bildingizmi? Nima degan? Ismi nima brigada? Ismi nima brigadani? Aka, javob bermayapsiz-ku. Javob berishim shart emas sizlarga. Ne keldingiz yonimga bo'lmasam? Yonimga ne keldingiz? Chaqirganlarga keldim. Ha, javob bermayapsiz-ku savolga. Savollarga javob berishim aniq emas. Mana okalar Arnasoyda to'la to'rchi. Arnasoyda to'la to'kchi mana. Mana shunaqasi polni tortib tashyapti. Umuman ushlab bo'lmayapti. Polni mana bunaqasi tortyapti. Mana bu o'stirib orqasi hamma joyga tortib tashyapti. Xullas Arnasoyda brigada bor ekan, shunaqa liboy joyga gapib o'tar ekan, bemalol qo'yar ekan to'rini. Hozir chaqirdim, keldi. Ism familiyasi bilan tanishtirmadi. Hech qanaqasiga javob bermadi mana. Okalar, mana bu joyda ko'rsatib bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida qonuni bor ekan, maxsus ruxsatnoma kvota bilan o'sha to'ri tamg'ilangan bo'lishi kerak ekan to'ri. Chiqayotganda postda gaplashdim vayenniy bilan. Oka, qanaqa ruxsat bormi desa, xuddi shu qonunni aytishdi. Keyin har bitta o'sha to'r qo'yayotgan odam yonida bejiki ruxsatnomasi bo'lishi kerak ekan. Liboy chaqirgan odam "San ruxsatnomang bormi?" deganini ko'rsatish kerak ekan. Buni bemalol pauza qilib o'qib olsanglar bo'ladi. Xo'p, okalar, biz yig'ishtirdik, qaytdik. Nasib qilgani bitta baliq bo'ldi. Ko'rganinglardek to'r qo'yib tashyapti hamma joyga. So'rasam, bizangi dokumentalniy deydi, ism familiyasini so'rasam aytmaydi. Xullas, baliq tortishi to'xtab qoldi. O'ylayman bitta sababchi. Endi rizqimiz bitta ekan. O'sha bittasi uzib ketdi. Shu bilan yo'lga chiqdik, hamma narsani yig'ishtirib, o'zimizdan keyin musullarni yig'dik, paketga soldik. Ketamiz. Keyingi ovda ko'rishguncha salomat bo'linglar.